Kelin kuyovni gaplashib qo'yinglar, yosh ekansizlar. Ikkita farzandlaringiz bor ekan deb suhbatlashib tursak, nima deyotirda? Orqada o'tirib begona. Endi bizcha begona-da endi, lekin ota-ona, kuyovning otasi. Biz gapirmoqdamiz bolasi bilan keliniga, orqada kerak emas. Kerak emas. Siz kimsiz? Uchinchi tarafda o'tirib gapirayotgan kimsiz desa, men kuyovning otasiman. Bu kim sizga? Kelinim, xotiningiz emasmi? Yo'q, jim turing birpas. Biz muammoni ko'raylik. Ro'zgor buzilib 2 nafar aqtiqingiz Xorazmcha aytganda. Nevarangiz ko'chada qolib ketish kerakmi? Boqib olamiz, o'zimiz qaraymiz. O, hali bular yosh, go'dak, bularga ona kerak, ota kerak desa, uylantirib qo'yamiz. Hoy, o'gay degan narsani bilasizmi? Kerak emas, kerak emas. O, azizlar, sal o'rtani isloh qilish kerak bo'lganda isloh qilish kerak. Agarda yoshlar ota-ona bilan kelishmay turgan bo'lsa, marhamat, ota-onalar boshqa farzandingiz yoningizda olib qolingda, yoshlarni o'zlariga sharoit yaratib bering, yashashsin birga. Keyin shu o'rinda aytamiz, ota-ona isloh qiluvchi bo'ladi, buzuvchi emas. O'g'liga kerak emas o'tirgan o'g'il yashamoqchi ayoli bilan. Kelin yashamoqchi eri bilan. Uchinchi taraf nima bahonang bor desa, erta bilan turmaydi, men bor eshik taqillataman. Voy, qaynota kelini bilan o'g'layotgan eshigi taqillatishi qanday to'g'ri? Bu yosh uning ikkita bolasi bor u. Iymoni bor, mo'min, musulmon kishi nima deydi? Onajonisi, kelinimiz 2 farzandi bor, bularga yordam beraylik. Kechasi bilan bolasi uxlamay uni uyqusini buzgan. Keyin o'g'limizning erkaligi bor, ayolim deb uni uxlatmaydi. Bu yoshlarga sal yordam beraylik deyish o'rniga kerak emas, kerak emas. Ho, azizlar, farzand tarbiyasi oson narsa emas. Kechasi turib yig'laydi, unga qorin to'ydirish kerak. Yonida turmush o'rtog'ining istagi bor. Kechasi uxlamagan kelinni kunduzi ham ishlatib zulm qilishlik emasmi bu? Biz isloh qiluvchi muslihlardan bo'laylik ota-onalar. Qizlarimizga ham aytadigan gapimiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lgan muomalani ko'chaga ham tashimang, ota-onangizga ham yetkazmang. Oiladagi turmushning zarblariga, mushi borda uni chidab sabr qilib o'rtani isloh qilishga harakat qiling. Kuyov yigitlarimizga, erkak kishi baquvvat bo'ladi, ey birodarlar. Bu yerda erkaklar jamoasi o'tiribmiz. Oila qurganlar, turmush o'rtog'ingiz birovning qizi, birovning singlisi, birovning opasi. Issiq uyini qo'yib bizning huzurimizga, oilamizga keldimi, ularning ham istaklari bor. Faqat bizning istakimiz bo'lsin demagan shariat ularning ham bizga bo'lgan istaklari, mayllarini bajarishga buyuradi. Ayolning ham huquqi bor. Erkakning ham huquqi bor. Ayolning ham majburiyati bor, erkakning ham majburiyati bor. Faqat ayolga majburiyatini uqtiravermasdan, uni huquqini ham eslang, unga ham biz huquqlarini qilib qo'yishimiz kerak. Biz uchun ota-onasini issiq uyini qo'yib kelib, begona uyni uyim deb, begona ota-onani ota-onam deb turib hurmat qilib turibdi. Bir o'zimizga qaraylik. Ular bizning ota-onamizga otajon, onajon desa, biz nima deymiz uning ota-onasiga? Qaynota deb turamiz. Xuddi ota desak, bizni obro'miz to'kilganday, lekin u bizning otamizga ota deyotir-ku. Mayli, hech bo'lmasa uning ota-onasini ham o'zimizning ota-onamizdek ehtirom qilaylik. E'tiborli bo'laylik. Isloh qilaman deganda o'rtani isloh qilish kerak. Bolalarni tirik yetim qilmasligimiz kerak.